Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga BirXBet platformasida qanday qilib xatosiz ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Avvalo, rasmiy BirXBet sayti yoki ilovasini oching va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng siz telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob yaratish usullaridan birini tanlashingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirayotganda barcha ma'lumotlarni diqqat bilan kiriting. Ism, telefon raqami yoki elektron pochta manzili hamda parolni xatosiz yozish juda muhim. Agar forma ichida promo kod maydoni bo'lsa, u yerga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Shundan keyin ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Hisob yaratilgach, telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni kiritib, hisobingizni faollashtiring. Shundan so'ng shaxsiy kabinetga kirib, barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirib chiqing. Kelajakda hisobingiz xavfsizligi uchun kuchli parol ishlatish va uni boshqa odamlarga bermaslik tavsiya etiladi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizda BirXBet bo'yicha boshqa foydali qo'llanmalar va yangiliklar ham muntazam joylab boriladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Diqqat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan.